Naymaxon, Xo'la, buyoqjon. mana qarang, o'tiring, siz bilan gaplashib olaylik. Bu qachon qarama faqat xo'mrayib yurasiz. Shu sizga nima yetmaydi? Hech men sizga tushunmayman-da. Hali sizga hali menimcha bir qaynonalik qilgan joyi bo'lmasa. Ha bu bizani qaynona o'zi bilasizmi? Qanaqa zulmni qilgan bizga? Basharali tupurib borsa, mana shunda artardi-da, yana tirjayib kulib yuraverardi. Ha bu siz jannatda yashayapsiz, nima yetmaydi sizga? Hozirgi kelligim men tushunmayman. Ovqat qilgansa go'sht yo'q, un yo'q. Bizni paytimizda bitta karchiga 3 oyga yetkazardik. 3 mahal ovqat qilganimda xamir ovqat qildirardi qaynonam. Mazga bir uchini qilolmadim shular, ha? Boshqalarning qudasi kelin bo'lib tushgan joyga kelinning qiziga butun texnikasini olib beradi. Kir mashinasi bormi, pilisosi bormi, televizori bormi, gazi bormi? Shularni sizlarga oldirdimmi? Sizlarni qiynadimmi? Shu pulini olib qo'ya qoldimmi, qiynalmaydim. Voy, meni o'g'limga kimning qizini bermasdi-ya? Voy. Shu o'g'lim sizni deganicha olib berdim-da. Ovqat qilishni bilmasangiz, hech bo'lmasa bu uyga toza ushing. Bu oyni artganingizdan keyin ketingizdan ish ko'rganmisiz? Dog' bo'lib yotadi. Bu oyingiz ish qilishni o'rgatmaganmi? Bizlar payt o'zida oynani 3 marta artardik. Ketidan gaz yetalab, dog'ini qoldirmasdan. Voy, bunda olib qarasamchi, oyning sakizga bitta latta ham qo'ymagan ekan. Voy tavba. Mana mazgacha garnit lattalarni olib kelib qo'ydim. 4 ta. Dog' qoldirmaydi, iz qoldirmaydi, universal. Bitta lattani hamma joyga suvab chiqmang, xo'pmi? Yuvib ishlatasiz, dog' qoldirmaydi. Endi uyingizni ko'rmaganlaringizcha o'zi shu yerda kelib ko'ryapsiz-da. Aqlingizni ishlatib, ayab ishlatasiz. O'g'limning puliga kelgan.